Hokimlik radiosidan gapiramiz. Efirda bir savolga bir javob radio eshittirishi. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bugun sizlarga Yangiyer shahar statistika bo'limi tomonidan tizimda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyani oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 51/77-sonli qarori talablariga muvofiq Yangiyer shahar statistika bo'limi tomonidan ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bo'lim faoliyatini ochiqlikni ta'minlash maqsadida statistik ma'lumotlar va axborotlar keng jamoatchilikka yetkazib borilmoqda. Fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining murojaatlari o'z vaqtida ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, xodimlar o'rtasida xizmat odobi qoidalariga rioya qilish, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish hamda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish bo'yicha tushuntirish va targ'ibot ishlari muntazam olib borilmoqda. Bundan tashqari, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, murojaatlarni qabul qilish tizimini takomillashtirish va davlat xizmatida halollik tamoyillarini ta'minlash orqali korrupsiyaning oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Siz Sirdaryo viloyati hokimligi radiosining bir savolga bir javob radio eshittirishni tingladingiz. Xayr, salomat bo'ling.